Doyun qilish shunchalik tasma. O'ylanib, ishkilinib o'tiravermay, bu doyundagi haqsiz supa. Doyun qilaymi, qilmaymi deb bek ishkilinayotgan bo'lsangiz, mush filmimni bek tafsiliy ko'rib chiqing. Shundayligiga ivatib qo'ying. Chun Changwon degan ma taqir qildim. Bunda bir kunda 75 ta zopini cho'qim yo'llaydigan vazifasi bor. Qarab baxsanlar bo'ldi. Yurak 6000 dan tatib 2000 gacha 200 gacha 4-5 uchib qasma yo'llarki. 2 minutda 3 minutda bir talda film yollaydı ekan. Qarab baxanlar, hech qanda bir ya bir kostyum burul kikayga yoki bir aqsa bir chanjini chiqqay ya bir muhitga ya tamaq yega chiqqay. Bu doyun deganninki haqsiz pintay. Nim yollasangiz bulardi. Siygan chiqindim yollab chiqirayotganlar bag'u shundami yo'qmi? Qaqnigidek belan qilim demay qilaverang. Qilgan vaqtingizda urug' tuqqanlaringiz, do'stlaringiz nima ma sarandek uni buni yollab yuri deydi. Matchin ko'nglimda kepchimam ava. Nima qaringiz? Bu filmda o'zingizni doyim pintay, o'zingizni jonxo'siga yollaysiz, ya xalqni yanchiqqa yollamaysiz, ya xalqni uyga yollab bermaysiz, ya xalqning xizmatiga yollab bermaysiz, ular besim tushmaydi. Ya bu pintay yollasiz, ay siz ham bir ta film yollabsiz, bir qo'ydim pul to'labman demaydi. Voy yollaverang filmni nima yollamaysiz pika-pikadan. Nima degingiz bo'lsa, nima qilgingiz bo'lsa shuni sakrab chiqaverang. Faqat qonunda cheklab ketmagan. Siyosatga to'g'ri kelmaydigan narsa yo'llamasizlar, nima so'zlab chiqsangiz bo'laverdi. Hechimiz bir kunda 3 varaqdan bo'lsa kitob o'qib chiqing, kitob o'qib chiqing. Hechimiz kunda bir uyingizni tozalab chiqing. Hechimiz kunda bir derizangizni ayniga aytib chiqing. Voy, ya kunda bir men bugundan boshlab 15 minut yo'llamangman deb chiqing. Nima ish qilsangiz chiqadi. Faqat qilamisangiz, mush edenman jon xorisiz chirib, bunun gaplarini siz tushunib olmaysiz, davlat tili seviyaringiz bo'lib qolsa, tushuna olasiz. Bo'lmay qolib qolsa, do'yini bir kuzatib yiqqan, nima deb film ishlaydi ekan, qancha minutlik ishlaydi ekan. Bu do'yin deganning hammadan chiqish fursati bergan narsa bu. Undar so'tsa qilanmadik, yana bir meni qilanmadik. Bu inta bu hozir uyg'urcha gap qilsam bo'ldi, xanzurcha gap qilsam bo'ldi, uyg'urcha yazsam bo'ldi deb hamma ichivatda do'yin pintay qanday qilsam qil deydi. 70 yoshlik, 80 yoshlik mo'maylik vatqayat siz nima ish qilmaysiz? Kunda anangizni baqqallaringiz chiqarsiz bo'ldi, balaringizni oldi, xabar og'ingiz chiqarsiz bo'ldi. Bu vaqt ballar va g'ob bek payz pintay bu. Nima ish qilmaysiz? Cho'qim qiling buni. Hech bo'lmasa qizalosiz kun bir xil chach bosin o'rishni o'rganyapman deb chiqing. Hech bo'lmasa kun bir xil kiyim masajlashni o'rganyapman deb chiqing. Hech bo'lmasa bir kunda uyimning ma'lum bir qismini chiroyli qaratlash o'rgandim deb chiqing. Voy bu qilay desangiz bu bek payz narsa, xoti degandan tiyimi degan veshi chiqib turdi. Madamniki zopini ko'rib qala kunda 75 ta zopin yo'l yutadi ekan. Qarab qala hozir fanzisi 500 ming yetaydi deb qopdi.